To'la hozir bitta kvartiraga zamirga kelganmiz. Juda ham qiziq vaziyat bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu spalnining zonasi, bir xonali kvartira. Bu yoqda eshik yo'q, faqat deraza qilingan, lekin balkon bor. Men hozir ochib ko'rsataman. Mana balkon bor. Bu yoqda hech qanaqa eshik yo'q. Mana bu yoqni to'sib qo'yishgan svarka. Bu yoqni ko'radigan bo'lsak, eshik, nari yoqda yana oyna bor. Ya'ni ikkita kvartiraning balkoni bitta bo'lib ketyapti. Bizda hozir muammo bo'layotgan narsa, ya'ni nima qilsak bo'ladi? Bu yoqdan eshik ochib turib, bu yoqni zabor qilaylikmi? Zabor qilib turib eshik ochaylikmi yoki shunday qoldiraylikmi? Undan oldin narigi joyini ham ko'rsataman hozir. Podyezdga chiqamiz. Hop. Podyezdga chiqamiz. Narigi kvartira deb taqillatmoqchi edik, lekin narigi kvartira bilan bu kvartirani o'rtasida balkonga chiqadigan zona bor ekan. Ya'ni boyiga ko'rsatgan eshigi mana shu joyi. Ya'ni ikkita yonma-yon kvartirani balkonini olib turib podyezdga berishgan. Bu vaziyatda sizlar nima qilardinglar? Ya'ni spalnidan balkonga zona ochaylikmi, eshik ochaylikmi yoki kerak emasmi? Nima deysizlar? Sababi oshxonadan chiqadigan balkonga zona ham bor. Lekin u balkonga emas, bu boshqa balkon. Shunga bitta maslahatlilar kerak, ya'ni kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Bizani o'ylantirayotgan narsa mana shu. O'zi bizish mumkinmikan bu joyi? Nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda kutaman javobinglarni.